Allohim, ota-onam nozingning cheksiz marhamating ila siylagin. Ularga sening roziliging yo'lida qilinadigan amallarga to'la, mazmunli, barokatli umr ber. Ularga saodatli hayot ato et, qalblariga halovat indir. Ularni barcha orzu va maqsadlariga eng xayrli yo'l ila yetishtirgin. Ularga o'zing rozi bo'ladigan eng go'zal suratdagi keksalikni nasib et. Ularni to'shakka bog'lab qo'yma va ularni sendan boshqa hech kimga muhtoj qilma. Robbim, ulardan rozi bo'lmaguningcha va ularni fazling ila oliy Firdavs jannatingga loyiq ko'rmaguningcha jonlarini olma. Ularni qabr azobidan va qiyomat kungi fitnalardan asragin va hisobsiz jannatingga kirguvchilar safidan aylagin. Ularning maxfiy va oshkora, katta va kichik, bilib